Urug'ingiz 0 chiqsa nima qilishingiz kerak? Men har kuni mana shu temada juda ham ko'p pasiyent qabul qilaman. Mana kecha bitta pasiyentim bor edi, hali uylanmagandi. O'sha buyragi, pochkasi og'rib kelgani uchun munosib o'z lecheniya qilib bering. To'ydan keyin o'z tekshiruvlarni o'taman, o'zingiz ko'rib berasiz deb oldimga kelib lecheniya olib berardi. O'zi biznesmen, juda ham yaxshi bola. To'ydan o'sha yaqinda to'yi tekshiruvlardan o'tishga keldi. Munosib bitta tekshirib qo'ying, hammasi yaxshimi ekan, keyin o'sha sekin to'y boshlayman, xudo xolasa deb. Yaxshi kayfiyatda kelgan, lekin tekshirsak urug'i 0 chiqdi. Spermatozoidlar umuman yo'q. Spermogrammani o'zim ham tekshirdim, haqiqatan umuman spermatozoid yo'q edi. Oldimga xursand bo'lib keldi. Hammasi yaxshimi, hech narsa kerak emasmi, munosib lecheniya qilmaymizmi? Chunki anchadan beri lecheniya olib yuribman deb xursand bo'lib turdi, lekin shu положениyani aytdim. Haqiqatan ham sizda shunaqa urug' 0 chiqyapti dedim. Birdaniga tushkunlikka tushib qoldi. Kutmagan narsa bo'ldi, chunki bu bemorimga, chunki anchadan beri o'zimda lecheniya olib yuradi. Siz gormonlarni ham tekshirardingiz, "Mo'sh gormonlarni tekshirib ko'ramiz, nima qilish kerak yana" deb har xil uje nima qilishimni bilmay qoldi. Bunaqa voqealar menda har kuni bo'ladi. Har kuni tekshiruvlar o'tkazaman, gormon ko'raman, o'sha mashonkani, mayakni hajmini tekshiramiz. Hammasini ko'rib, har doim oxirgi gapim tezda qilamiz deyman. O'shanda aniq bo'ladi deyman. Keyin shunaqa vaqtda ko'pchilik erkaklar 100% garantiya berasizmi, urug' chiqishiga munosib, tezdan keyin hammasi zo'r bo'ladimi deb aytishadi. Men hech qachon tezaga 100% garantiya bermayman. Chunki sizni gormonlaringiz ishlab tursa ham mikrotezada o'sha mayaklaringiz ochib tekshirilganda mayakingiz ichida pishgan spermatozoidlar bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, o'rik daraxti birinchi nima qiladi? Gullaydi, keyin dovcha bo'ladi, keyin o'rik mevasi bo'ladi, keyin danagi pishadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqadek gap. Biz ochganda agar mayakni ochib ko'rganimizda agar ichida o'rik emas, agar dovcha bo'lsa, u bilan hech qachon urug'lantirib bo'lmaydi. Dovchani yerga eksangiz hech qachon undan ko'karib o'rik daraxti chiqmaydi-yu, to'g'rimi? Faqat pishgan o'rik mag'zidan o'rik daraxtini ko'kartirish mumkin. Shuning uchun hech qachon 100% chiqadimi urug'dan munosib, 100% bo'ladimi deb garantiya so'ramanglar. Chunki sizlar tirik jonsizlar, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Uni faqat sizni mayagingizni ochgandagina ichidan agar pishgan urug' bo'lsa, pishgan spermatozoid bo'lsa, shuni olib eko qilish mumkin. Agar pishmagan spermatozoid bo'lsa, u hech qachon tuxum hujayralarni urug'lantira olmaydi. Undan bola bo'lmaydi. O'shaning uchun tezda qilinayotganda har doim tavakkal qilinadi. Oxiri siz qanaqa masalliq bersangiz, ana shu bo'yicha qilinadi. Eko qilinadimi, yo'qmi? Mana shundan aniqlanadi.